3 Renessans IT akademiyamizning savodxonlik kurs bitiruvchilari bugun yakuniy imtihonni topshirishdi. Keling, ularda dars qanday bo'lganligi, imtihonni qanday topshirishganligini birgalikda bilib olamiz. Ketdik. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ismingiz nima? Inoyatullo. Inoyatullo. Savodxonlik darsi sizga yoqdimi? Ha, yoqdi. Hop, ko'proq nimaga qiziqish bo'ldi sizda? Logo yasash. Logo yasash. Logotip, dizayn. Demak, professional sohada grafik dizayn tanlamoqchisiz. Bundan buyog'iga qaysi kursda davom etkazmoqchisiz? Excel yo'nalishi. Excel. Professional Excelga. Yaxshi. Google'da boshqa yo'nalishlari, qanaqa imkoniyatlari borligini bilib oldik. Professionallikka kirish qismidan Ha. Hop, bundan buyog'iga qaysi kursda davom etkazmoqchisiz? Men kiber xavfsizligiga kirmoqchiman. Eng yuqori ball to'plagan bolalar shunaqami? Men o'taman. O'taman. 55. 55 to'pladingiz. Sizchi? 75. 75 Test o'zida. Test o'zida. Ha, bu yog'iga hali amaliy bor, a? Amaliy ham bor. Bundan bu yog'iga qaysi kursga yozilmoqchisiz? SAT. SAT. Grant asosida Oxford, Cambridge'larga. O, zo'r, maqsad juda ham oliy. Maqsadingizga yeting. Joningiz sog' bo'lsin. Rahmat.